doim sahri baland, o't qopida dimlanish bor, qabziyati borlarga birodarlar, tabiiy uy sharoitida giyoh aytib o'taman, quloq soling va do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Rastarobsha yog'i birodarlar, agar sizda ikkinchi tip sahrin diabet bo'lsa, mana shu tabiiy juvozda chiqarilgan rastarobsha yog'ini tozasini bir choy qoshiqdan ertalab kechqurun 2 mahal iste'mol qilsangiz agar qondagi qand miqdorini tabiiy uy sharoitida tushirib beradi birodarlar. Undan oldingi videomizda ham aytganmiz. Tabiiy qimmat turmaydi birodarlar. Doridan ko'ra 1000 marta tabiiy. Sinovdan o'tgan, juda ko'pchilikka berdik. Agar qabziyatingiz bo'lsa, o't qopingizda dimlanish bo'lsa, mana shuni iste'mol qiling, rastarobsha yog'ini. Xudo xolasa rahmat deysiz inshaalloh. Foydali bo'ladi. Do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Tabiiy sinovdan o'tgan rastarobsha yog'i. Qabziyatingiz bo'lsa, ichingiz qotayotgan bo'lsa, o't qopingizdan muammo bo'lsa, sahringiz baland bo'lsa, mana shuni iching, xudo xolasa zo'r yordam beradi.